hammasi Tayson tog'aga. Bilmasalar bilib qo'yinglar. Taysonjon. Rahmat. Bo'ladi. Ana o'tiring keling endi. To'rtta suhbatlashamiz endi. Nima aka bu? Bu qishga sizga kurtka. Qishga maza qilib kiyasiz buni. Bu siz uchun faqat. Rahmat. Shundayda qishda kiyasiz. Kecha siz krossovkangizni yo'qotib qo'ydingiz, ha? To'g'rimi? Uni yaxshi niyat qilib ketdilar, uni o'g'irlamabdilar. Olgan bola, lekin uni albatta olib qo'ying. Mazasini qochiraman, lekin chap qo'l Tayson chap qo'l zarbasidan yeydi lekin. Yeydi, ha? Ishlamasam ekan. Yo'q, urmang. U yaxshi niyat qilib olgan u. O'rniga shu balani urmasligingiz uchun mana men sizga ikki xil krossovka olib keldim. Yangi, xohlasangiz bunisini kiying. Mobodalga bladnoylik qilib yuraman desangiz, mana bu Koreyadan kelgan, mana unisini kiyasiz, xo'pmi? Mana ikki xili bor. Ikkalasi ham sizga bu. Xudo sizdan bittasini olgan bo'lsa, o'rniga mana ikkita qilib beryapti. Qizil pasportingiz bormi o'zi? Bor aka, hamma narsam bor. Chotki. Nima qilamiz? Qachon ketamiz? Ketaman dedim, aka, bitta gapiramiz inshaalloh. Ketamiz. Keyingi bo'yingizda chiroyli jang qilib, g'alaba qozonib beradigan bo'lsangiz, ota-ona bor-a? Bor. Ota-onangizni umraga yuborsam nima deysiz? Zo'r bo'lardi aka, nafs o'shanga qarab chiqgan mehnatni gazini bosardi. Bosasizmi? Chotki aka, bosamiz gapni. Va'dami? Zo'r gap bo'ldi. Ha? Men bitta videoyingizni ko'rib qoldim, ota-onamni albatta umraga yuboraman degan ekansiz, to'g'rimi? Aytdingizmi? Aytdim aka. Mana shuni xudo xolasa birgalikda amalga oshiramiz. Birinchi Tailandga ketamiz. Tailandga bir 2-3 ta taistni qavurg'asini sindirib berasiz. Keyin kelamiz, xudo xolasa dekabrdami, qachon desangiz Qozog'istonda bo'ladimi bo'y, aytamiz, uyushtiramiz. Chotki qilib bitta bo'y qilib g'alaba qozonib bersangiz, onangiz bilan otangizni umra safariga o'zim yo'llanmasini qilib, chiroyli qilib, o'zimiz tuzatib, o'zimiz kutib olamiz. Bo'ldi aka. Bo'ladimi? Yurtdoshlarga nima deysiz? Yurtdoshlarga hozir shunda aka qardishkani bosib turinglar do'stlar. Endi ba'zi negativlar bor, ular aytishi mumkin, aka, aktiv uchun siz endi Taysonni topdingizmi deganlar ham bo'ladi-da. Bo'ladi aka. Bo'ladi, ha? Ularga Xudodan insof so'raymiz. Jigarlar, Alloh rozi bo'lsin. Like bosasizmi, chiroyli komment yozasizmi? Bizga nimani tilasangiz, sizga ham shuni tilaymiz. Bizga agar kontent kerak bo'lsa, любой bir ko'chadagi odamga ikkita narsa berib, borib kontent olib ketaveramiz. Men shu balani bo'yini ko'rdim, men xursand bo'ldim. To'g'risi, mana jaydari bolalarda Xudo xolasa buyog'iga endi faqat podдержка qilamiz, yonidamiz, podдержка qilish mana bunaqa bo'ladi. Quruq gapda bo'lmaydi. Destva qilish kerak gapga. Odamlar negativ fikrlar bildirdi. Biz nima qildik? Faqat o'sdik, oktagonni o'rtasida turib, oktagonni sherigi bo'ldik. Shuning uchun faqat yaxshi niyat qilish kerak, jigarlar. Hype uchun boyagida har xil videolar qilib chiqish kerak emas. To'g'ri emasmi? Shunaqa aka. Hammamiz bitta joyda odammiz aka. Podдержка qilgan yaxshi aka. Yaxshi, ha? Shunaqa. Tayson ukamni bor-ku, faqat birinchi o'rinda yursin, g'alaba qozonib yursin, lider bo'lib yursin deganlar chiroyli komment, like, 100 tadan do'stingizga jo'natib qo'yasizlar jigarlar. Davay do'stlar. Ayamanglar. Ha, Tayson tog'a.